Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 1-oyning 5-kuni chorshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Oldi bilan tafakkur tamchisi sahifasida buni yozmamni sizlarga sunaman. Qiyin kunlarda tamkin turganlarga hurmatim bor. Umid bilan yashaganlarga cho'nqur so'ygim. Ömürning qarayı bor har insonga yaxshilar kulkisini bar bak ko'rgim. Endi haftada bir shaxs sifatida men mundaq bir kishi to'g'risida so'zlab bermoqchi. Bu kishi qandaqdir bir dangliq, mashhur, tonilgan kishi emas, bir insonlarning ichidagi, oramizdagi bir inson. Bu yozmani men 5-6 yilning oldida bir Starbucks qahvaxonasiga kirib, bir ishlarim bilan hapilishib o'tirgan vaqtda bu kishi mening ko'zimga chiliqqan. Shu vaqtning o'zida xotiramga qoldirib qo'ygan ekanman. Buni o'qib beray dedim ko'pchilikka. Yashayotgan u odam. Ko'zlarimga chiliqib qolgan ba'zi ishlar pat-pat mening eslarimni g'adaqlab turdi. Tunugimmo shundoq bo'ldi. Ilmiy maqolamni yozish ehtiyojim bilan Starbucks'ning qahvaxonasida o'ltiratdim. Tuyuqsiz yenimdagi o'rindiqqa mashina g'altaklik birisi paydo bo'ldi. Bu kishiga ittik qarab silib cho'chib ketdim. Ko'zlari poltiyib chiqqan. Beshkichik ko'z ayniga yuzidan cho'ng, ammo chiroyini butunlay soqol qoplab ketgan. Qalbki sanglab ketgan, ammo jismi 7 yoshlik kichik bolaning kichilakla. Yani onun g'altiki o'zidan cho'ng. Yeshi 50lardan oshgan bir kishi ekan. Uning yeshinimi telefon knopkasini besayotgan, qaytib ketgan tuklik qo'llariga qarab faraz qildim. Demakki bu kishi ma'lum biologiyalik sabab tufaylidan kamtuk tug'ilib qolgan birisi ekan. Bu kishi o'rindiqning yeniga kelib, g'altikini tuvallatib, maydisini o'rindiqqa qo'yib, iPadni chiqarib nayt ustulik bilan bir nimalarni besib ketdi. Bir hazadan keyin telefon urishga boshladi. Nima da'vatqanaga quloq solmadim, ammo ovozi urg'oliq. Bu kishiga zang sap turgan malla emaskanman. Boshqa o'rindiqda o'ltirgan bir osiyolik yigit va yana bir o'rindiqda o'ltirgan ikki go'zal qiz. Bu kishining kelib olgan yeri bir bulung bo'lg'achqa, eliq qizlarning esdashlik qilg'isi keldimi, o kishiga dedi. Dediki o'rindiqlardan turishib o'tib, "Mavi yer kangri, mavi yerda o'ltiramsiz ya. Biz hozir chiqib ketamiz." Odamning qiliqlari go'zal bo'lsa, uning go'zalligi texmi julalin ekan. Mening ko'z qarchug'im avi yoshlar bilan mavi kishining o'tirisida yo'tkilishga boshladi. "Rahmat, hojat yo'q. Mushu yermi rahat manga", dedi bu kishi. Uning qo'li yana iPadda chaqqonlik bilan harakat qilishga boshladi. Bu odamga qarab o'ylanib qoldim. Jamiyatda ni tambal, bijirim, sog'lom kishilar bor. Ammo hayotda kichkina o'ngsizlikqa uchrasa, dunyodan voz kechib ketishidi. U kishilarni mavi kishiga silishtirib bo'lmaydi. Bu kishi oldi bilan majruhligini tan olgan va uningga moslashib, yashash iqtidorini oshirgan. Yashayman degan taqdirning tangsizligidan og'rinmagan. Qiyinchilikqa bosh egmagan mana bu ruhdagi kishi haqiqiy yashayotgan odamdir. Men buni o'qib berishdan maqsad nima desa, har birimizning hozir o'zimizda bor bo'lgani vaqt ham sog'lomlik. Jismoniy jihatdan, ruhiy jihatdan o'zimizni sog'lom tutib, ishlarimizni yaxshi qilsak, o'zimizning, shaxsimizning hayotimizda, oilamizning hayotimizda va jamoatimizning ichida va shundaqla xalqimizningki ishlarga kerakli ishlarni, muhim ishlarni qila olamiz. Ya'ni ko'nlarning gapi, jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon. Bu narsalarni deyishimning sabab mening bu kanalimda butunlay o'zimizning yukselishiga foydali uchurlar bilan ta'minlash maqsad qilgan emasmi? Mayli iqtisodiy sohadagi gaplar bo'lsin yoki xalqaro vaziyat bo'lsin va shuning ichidagi bizning Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli mazmunlar bo'lsin va yana yoshlarimizning o'qish, ma'rifat ishlari bo'lsin va hatto sog'lomlik masalalari bo'lsin. O'sha temalarda men umumyuzlik so'zlab kelganligim uchun, ya'ni bu kanalni ochgan hala 1,5 yildan ortiq vaqt ichida men har xil, ya'ni
өзімнің кәшмишлері, езілған hikoya, boshdan o'tgan sarguzashtlarim bor asarlarimni o'qib berdim. Ondan sırt yana siyosiy va iqtisodiy masalalar haqida uchurlarni yoki mazmunlarni ko'pchilikka berishga, ya'ni ko'pchilikni xabarlantirishga tirishib keldim. Buningdan keyin bu yangi yilda, bu 2022-yilda shu mazmunlarni texmo sarxillashtirib, texmo ixcham, texmo ommabop shaklda, foydali shaklda qarindoshlarimizga yetkazishni o'ylayman. Shuna bu kishining hikoyasini deyish orqali men bizning hayotimizdagi har bir kunimiz qimmatlik. Shunga bu qimmatlik hayotimizni, sog'lom badanimizni, sog'lom ro'yitimizni yaxshi ishlarga ishlatsak, intayin yaxshi bo'ladi deb qaraganligim uchun bu xil eslarimni ko'pchilik bilan, qarindoshlar bilan o'rtoqlashgim keldi. Xo'sh, endi 2021-yildagi ahvollarga bir qatorliq bir nazar sabit o'taylik. Avval dunyoning umumiy vaziyatidan kelsak, 2019-yil dekabrda Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan COVID-19 degan bu vabo butun insoniyatga bir xil huzursizlik olib keldi. Hala o mushkamgish davomlashyapti. Ya'ni birisi tugisi birisi chiqib, tezni bassa mezi chiqib degandek, COVID-19 dedik, anadan keyin Delta dedik, hamda bir ishlar yaxshilashga boshlagan vaqtda o'tgan yili mana kuzlarda Omikron degan nusxasi chiqib, yana butun dunyoni patparaqchalik silib o'tdi. Hozir Xitoyning o'zida bu ahvol intayin dahshatli bo'lib, hozir Xi'andan iborat 13 million nüfus va Xitoyninki shu shaharlarmi qamal ishida qilindi. Ammo dunyoning boshqa yerlarida bu vaboning ta'siridan kishilar davomli zahmat ko'chirmoqda. Ya'ni o'lim ehtimolliklari ko'paymoqda, kasallik ko'paymoqda. Bu kishilarning normal ijtimoiy iqtisodiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatib, har xil talabotlarni ham sodir qilmoqda. 2021-yili bir agar shu sog'lomlik kirisiga nisbatan aytgan vaqtda bir yaxshi ish bo'ldi desa, vaksina ishlab chiqarilib, kangilanlik taqtilib, ma'qul kasallikninki zeynininki, zarbisiningki kuchli bo'lib ketishining oldi olindi. Ko'pchilik asosan degidek shu vaksinani, ya'ni COVID-19 qarta ishlab chiqarilgan Pfizerninki, Modernaning nurg'un Johnson degandek shunday dori shirkatlarininki vaksinalarini o'g'izib oldi. Hamda buning kuchaytma nusxasini urush oldida turmoqda. Buni urish kerak, sharoit bo'lsa urish kerak. Men o'g'izmoqchi kelarapti. 2021-yili bu vaksinaninki ishlab chiqarilishi bilan urilishi bilan texnik ishlarninki zarbisi biroz to'varak bo'ldi. Ammo bu kalkunni tutib tursa, yana bir yerdan teshib ketgandek shunday ish bo'ladi. Hamda qaragan chaqda bu xil huzursizlik biroz suradigan o'xshaydi, yana biroz davomlashadigan o'xshaydi. Bu ishlar oxiri bir nuqtaga keladi, to'xtaydi. Ammo angacha nurg'un odamlar bir xil talafot chekadi, huzursizlikqa cho'kadi degan gap. Demak, bu yer shari xarakterli vaboning ta'siri butun insoniyatga o'rtaq bo'ldi. Agar 2021-yili aytishga to'g'ri kelsa, shu yer shari xarakterli ommaviy sog'lomlik krisining iqtisodiy va ijtimoiy krislarga aylanganligining va uning ta'siriga uchraganligini men so'zlab o'tishga to'g'ri keldi. Ya'ni iqtisod umumiylik chekindi, shunga davlatlar bu xil ahvolning yomonlab ketishining oldini olish uchun, ya'ni xalq turmushi muayyan kafolatga ega bo'lmasa, hokimiyatlar turolmaydi. Ya'ni hokimiyatlarni yemirib tashlaydi degan gap. Chunki xalq qo'zg'oloni bo'ldi degan gap. Shunga bu hokimiyatlar kengayim pul siyosatini qo'llandi, ba'zi bir makrolik siyosatlarni, iqtisodiy siyosatlarni qo'llandi. Natija nima bo'ldi desa, bu pul paxalligininki, yer shari pul paxalligininki maydonga kelishini va hamda yana ba'zi yasash san'ati taraqqiy qilgan rayonlarninki iqtisodiy umurtqisini sundirib o'tdi. Ya'ni ta'minlash zanjirida bir uzilish paydo bo'ldi. Molning qisliqi, andan keyin bu qatnash transportninki üzüklüge bu işler umumiylik mal bahasınınki kötürülüşüge nisbeten hem bir ta'sir gösterdi. Yani pulun setiliş gücününki tövellişi bu pul pahalılığından diyerek verirdi. Umumen aytgan vaqtda iqtisodiy aql qolgan davlatlarninki iqtisodiy vaboning ta'siriga bak uchrab ketdi, ammo iqtisodiy taraqqiy qilgan cho'ng davlatlarning iqtisodininki ta'siriga uchrashi unchalar bak qo'rqinchli bo'lmadi. Yani aynı vaqtda Harvard Universitetininki iqtisodshunosi Kenneth Rogoff 1929 yuz bergan iqtisodiy buhrondan keyingi Amerika va dunyo beshiga kelgan yoki
beshidan o'tkazishga majbur bo'ladigan bir 10 yilga so'zilgan iqtisodiy kriz yuz berdi degan undaq bo'lmadi. Ya'ni Amerikaning iqtisodiy bo'lma V shakllik holda biz U shakllik bo'lish mumkin degan, ammo V shakllik holda tiz cho'kib, tiz ko'tarildi. Endi hozir Amerikaning iqtisodiy ahvolini ilib aytsak, narsalar yanada qimmat qiz, ammo emgak kuchlari qiz. Yani kişiler, şirketler, zavodlar adam olaman deb topolmaydi. Shunga bular ish haqini yuqori ko'tarishga to'g'ri kelyapti. Anandan keyin o'zi bu narsalar yana paychiga bozorga, yana pul muomala bozoriga balki ta'sir ko'rsatdi. Pul muomala bozoriga ta'sir ko'rsatdi deganimizda, paychiga bozori Trumpning vaqtidagidek balki gullanish vaziyatida emas, ya'ni o'sish vaziyatida emas, igizpasolab turibdi. Shipirliq pulmi? Shipirliq pul sohasimi shu. Ya'ni shipirliq pul muomala bozorining ichidagi bir baza. Buni ko'pchilik bilib qolgan. Ya'ni Bitcoin 2008-yil dunyoga kelgandan keyingi 10 yil ichida paydo bo'lgan yangi bir mulk bu shipirliq pul. Hozir qadar 14 mingdan ortiq shipirliq pul bor. Ammo shipirliq pulga silingan kapitalning pulning umumiy summasi hozir kemish yuzlanishi etgan vaqtda bir chaqda 3 trillionga yetgan, hozir 2 trillionga yiqilishib qoldi. Yani kişiler shipirliq puldan azroq mablag'ini yo'tkayotir. Ya'ni ma iqindagi suvni ma iqinga boshlabdi demakchi. Bu nimani tushuntirdi desa, kishilarda mablag'chilik qilgan vaqtda, ya'ni o'zininki soladigan mablag'ini ko'p qilishtirgan vaqtda shipirliq puldan tortib olib boshqa turlarga mablag' solayotganligini ko'rsatdi. Masalan, uy mulkka, oltin kumushga va yoki ba'zi muqim mulkka, andan keyin ba'zi tovarlarga. Ama 2022-yilgi ahvolga qarasak, faraz qilsak, iqtisod shunday tavrinib turdi. Va shu kishilarning vaksinani ko'proq urishi bilan, va ahvollarning tizginlanishi, tormozlanishi bilan, vaboning tarqalishining tizginlanishi bilan asosda asliga keladi, ammo shu chaqcha bir qism odamlar bo'lib xizmatsiz qolgan, xizmat izlayotgan kishilar yoki kichik do'kon ochgan, tijorat qilgan kishilarning oldida biroz qiyinchilik bor. Endi bu ahvollarni ko'z tutib, hukumatlar yana davomli 2020-yilda kengayim pul siyosatini yo'l qo'yamdi va kishilarga kirma muayyan nuqtadan tuvan bo'lgan kishilarga yana pul taqatmamdi. Hozircha u gap yo'q, taqtish mumkin. Xo'sh, endi bu dunyo iqtisodiy to'g'risidagi gaplar. Dunyoning siyosiy vaziyatida Amerika, Rossiya bilan o'rtasida azli surkilish va Ukrainani markaz qilgan, ya'ni Ukrainani cho'r degan holda, shuni bilan birlikda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat Trump bo'lmagan Trump siyosatining davomlashishi bo'lib keldi. Ya'ni kishilar Bayden taxtga chiqqan vaqtda demokratlar Xitoyga mayil, bular solchilar, bular kommunistlarga mayil, Xitoylarga yo'l qo'yibdi deb o'ylagan. Ammo biz ayni vaqtda qilgan bir farzimizdagidek bu ittifoqdoshlarni yig'ib umumyuzlik Xitoyni tahdid deb, ya'ni strategik tahdid deb qarab, diplomatik tildan olgan vaqtda strategik raqobatchi deb atagani bilan, ammo boshqa atalg'ularning ishlatilishi beradigan ma'nosini qaragan vaqtda xavf deb, ya'ni hozirgi dunyoning mavjud tuzumiga, ya'ni Amerika 2 dunyo urushidan keyin Amerika rahbar boshchiligidagi davlatlar qurib chiqqan, demokratlarlar qurib chiqqan dunyoning tartibiga nisbatan Xitoyning tahdid deb kelayotganligini bular his qilib yetganligi uchun nurg'un qonunlarni ma'qulladi. Ya'ni qonunlarni ma'qulladi, ham Bayden Yevropadagi Yevropa birligi davlatlarini o'ziga ittifoqdosh qilib tortdi. Ya'ni Trump ayni vaqtda Yevropa birligini toz yaxshi o'tamagan, Bayden o'tdi. Ham bir qism davlatlarningki Amerikaning tashqi siyosatini qo'llash, Xitoyga qarshi qo'llashini qo'lga keltirdi. Shuni bilan birlikda AUKUS deydigan bir birlikni qurib chiqdi. Ya'ni AUKUS Angliya, Avstraliya, Angliya, Amerika qatorliq davlatlardan tarkib topgan. Hindi Tinch okeanining bexatarligini qo'g'daydigan, shu yerdagi bularning ta'sir doirasini, manfaatini qo'g'daydigan shunday hisobda iqtisodiy, siyosiy va harbiy birlikni bular qurib chiqdi. Bu albatta Xitoyning shu rayonlardagi kengayishligiga nisbatan bir tormoz, ya'ni qalqqan bo'ladi degan gap. Anadan sırt bugungi dunyodagi siyosiy vaziyatlarni aytgan vaqtda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat hozirgi zamonimizdagi dunyoningki siyosiy iqlimini belgilaydi. Bu ikki davlatning o'rtasidagi munosabatning qanday bo'lishi.
Xitoyninki iqtisodiga nisbatan, siyosatga nisbatan ba'zi qarashlar bor G'arbda. Bular nima deydi? Xitoyning iqtisodi 2030 yil bo'lgan chaqda Amerikani ishib ketadi deb qaraydiganlar bor. Ba'zilar nima deydi desa, Xitoyning iqtisodi tuvallayotdi, Xitoy hamda cho'kyotdi. Hargizmi Xitoy rahbarlarining deganidek G'arb cho'kib sharqqa oshmayotdi. Balki G'arb eshib, G'arb ya'ni kuchli turib, sharq cho'kyapti deb qaraydiganlar bor. Masalan, Xitoyning o'zini deb aytsak, nopusning qirilishi, yangi buvoqlarning tug'ilish nisbatining tuvan bo'lishi, nopus Xitoyning umumiy nopusining kengayish yuzlanishi, muhitning bo'lg'inishi, cheriklik, zulm, har xil Xitoyninki har xil nazorat organlarininki Xitoyning xususiy egiligiga nisbatan taqoq silishi, masalan, Didi Chuxing degan shirkatlarni New York paychiga bozorga pay salamiz degan vaqtda ularni yondirib oldi. Undan sirt, ya'ni Alibaba, Tencent degandeklarga nisbatan aytgan vaqtda ba'zi nazoratchilikni kuchaytirishi Xitoyning xalqaro bozorga selingan pay solgan shirkatlarninki bozor qiymatini tuvanlatdi. Undan sirt energiya krisining yuz berishi, ammo omikronning yaqinda taqilishi degandek ahvollar Xitoyning 2022 yili biroz altirtib qo'ydi degan gap. Undan sirt yana Bayden hukumati Uyg'urlar masalasida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatini xabaringlarda bordikidek Trump hukumati eng oxirgi hokimiyatni o'tkazib berishdan bir kun vaqt qolgan vaqtda Xitoyning Uyg'urlarga qilgan jinoyatini irqiy qirg'inchilar deb bekitgan. Bayden hukumati shu xil bekitishni, chunki cho'ng davlatlar bunda qarorlarni chiqargan vaqtda, hukmni chiqargan vaqtda paksiz gap qilmaydi. Bular shu xil hukmni kuchga ega qildi va davomli Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda buni Xitoyning yuziga shapaloq qilib selyotdi. Ya'ni sen irqiy qirg'inchilik ilib bording, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazding deb da'vatdi. Shunga munosib holda gap qo'shil bo'lmaydi. Muayyan bir siyosat xarakterli narsalarni tuzib chiqdi. Masalan, shunga banda 30 necha Xitoyning shirkatini ham chekladi, ba'zi shaxslarga nisbatan ham jazo qo'ydi. Shunun bilan birlikda 12-oyda diplomatik, ya'ni bu yil yana bir oydan keyin o'tkazilgan Beijingda o'tkazilgan qishlik olimpik tanharkat musobaqasiga diplomatik qarshilik bildirdi. Bunga ergashib nurg'un bir necha davlatlarmi diplomatik qarshilik bildirdi. Ya'ni Xitoy bu yerda Uyg'urlarga nisbatan irqiy qirg'inchilik o'tkazdi. Bu strategik tarixiy xatoliklar bo'lib qolmasdan, bu tarixiy jinoyat. Buni aytgan vaqtda xuddi Hitler Germaniyasi mangu o'zining jinoyatini ayni vaqtda begunoh xalqlarga irqiy qirg'inchilik ilib berib, o'zi sharmanda bo'lganidek va butun German xalqini dunyoning ko'zida jinoyat qilib ko'rsatganidek Xitoyning ma'qul o'tkazgan jinoyatimi ham butun Xitoylarningki sharmanda yuziga nisbatan sharmanchilikni olib keldi. Buni mandaqda yutib chiqaradigan ish yo'q. Oyada o'layotgani, ziyonkashlikka uchrayotgan inson, odam, ko'zi bor, nafsi bor, birovlarning dadillari, birovlarning onalari, birovlarning bolalari degandek. Demak, har qanday bir jinoyatning oxirgi hisobda muayyan so'roq bo'ladi. Bayden hukumati mana shu narsalarni tutib olib, Xitoyningki shirkatlarga nisbatan, bu texnik shirkatlarga nisbatan san asonlik millatlarni, ya'ni bu yerda da'vat qilini ethnic minority da'vatida bular. Muayyan e'tiqoddagi ayrim o'xshamaydigan xalqlarni besishning qo'rg'alg'udan texniklardan foydalanib, biz uning yantiyoq bo'lmaymiz deb. Va hatto Amerikaning shirkatlarini Xitoy bilan amallar savdo qilmaslikqa nima qilyapti-da, ochiq demasmi, yoshirin ma'noda imo qilyapti. Agar sen Xitoy bilan, ya'ni majburiy emgakni ishlatgan Uyg'urlarni azganmish Xitoylar bilan, Xitoy shaharlari bilan, hukumatlar bilan shuni aloqa qilsang, savdo aloqasi qilsang, jazo uchraysiz deb. Shunga yaqinda Walmart, Xitoydagi Walmartning do'konlari bizning vatanimizdan chiqqan mahsulotlarga nisbatan shularni o'ziniki shkaflardan, do'konlardan chiqarib o'tgan gap. Xo'sh, endi mushu jarayonlarning, ya'ni mushu Amerika hukumatining Xitoylarning Uyg'urlarga o'tkazgan jinoyatini shunda xalqaro jazo qilishda va uning xarakterini bekitishda bu albatta faktlarni asos qilgan. Bu faktlar qanday? Bu lager shohidlariningki, chiqqan lager shohidlariningki mardonlik bilan bu guvohlik berishi, ko'pchilik biladi bularning kimligini. Ham undan sirt yana shu insonlik sevgisi, Uyg'urlik muhabbati va qarindoshlik
mehri bilan o'zining tuqqanlarga, o'zining xalqiga ega chiqqan har yerdagi qarindoshlarningki mayli shaxsiy yakka kishilik namoyish bo'lsin yoki kollektiv namoyish bo'lsin, namoyish bilan, tili bilan, dili bilan, harakati bilan qarshi bo'lgan qarindoshlarningki ham Uyg'urlarningki ommaviy tashkilotlarningki o'rtaq, ya'ni Uyg'ur xalqining kollektivining o'rtaq kuchining natijasi. Bu ishlarning vujudga kelishida shaxslarning roli bor, ommaviy tashkilotlarning roli bor. Ya'ni men Uyg'ur deb o'sha nohaqchilikka chidamagan har qanday bir odam, so'zlagan, yozgan odamlarning hammasininki o'sha ishlarning vujudga chiqishida o'zgachilik qilgan ajri bor. Ya'ni garchi 2017 yildan keyin kuchayib bo'lgan Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan bu Uyg'urlar qilgan bu jinoyati texi to'xtamagan bo'lsa-mu, hala ahvolda yaxshilanish yo'q. Ammo Xitoy Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki tekşürüş ömeklerinin vatanimizga berishini to'savdi. Demak, bu yerda masala nima desa, Xitoyning o'zida bir gap bor. Uyg'urlardagi gap. Mana shu aytgan vaqtda qo'sqon og'rimiz tavzi ishdan qo'rqma degandek. Sening o'zingning jinoyating jiqib olg'achqa yo'shirsan, yo'shimgan bo'lsang, eshigini ochatdan deydigan bir gaplar bormi? Bu Xitoyning ashuna bir maqol taslirini bir chaqda o'qib qilgan. Ma'nosi shundaroq. Demak, bu Xitoy o'zi bu tekshirish ömeklerinin bitirib tashkilotlarning kirishini cheklab turib, u yerdagi 2-3-4 soksokni do'ppiga yuzib usul o'ynatib, bu yerda hayot go'zal deb ko'z tutishga urinishi bu butunlay yolg'onchilik, aldamchilik, dunyoni oldayamaydi. Shu 2022-yili, ya'ni balkim oz kunlardan keyin Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kishilik huquq komissiyasi bu Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bu xil jinoyatni ochadigan, pash qilgan bir dokladni e'lon qilish mumkin pat yig'inda. Bu Xitoyning yuziga silingan bir tasdiq bo'ldi. Masala ularga tasdiq silish emas, masala ularning jinoyatini to'xtatish, jinoyat shogirdlarini jazolash, ya'ni hukumatning, hokimiyat apparatidan foydalanib davlatning manfaatini deb degan shuar ostida bir etnik xalqqa, bir e'tiqodli xalqqa, bir madaniyatli xalqqa qilingan buzg'unchilikni planlovchi, tashkillovchi, ijro qiluvchilarning jinoiy javobgarligini surishti qilish. Masala mayada. 2022-yili biz ishlarning shunday bo'lishini, Uyg'urlarningki bir hurlik chiqishini, adolatlik bir kunga ko'rishini ham jinoyatchilarningki, ya'ni Uyg'urlarga qarshi sistemalik mushtaq dushmaniy, razil jinoyat o'tkazgan, qo'li qon bilan bo'yalgan jinoyatchilarning jazolanishini umid qilamiz. Ya'ni bu jarayonda men nurg'un qarindoshlar tili bilan, dili bilan, harakat bilan qarshilikni bildirdi dedim. Masalan, New Yorker deganda kuni Nairo Ma'lima deydigan bir hamshirimizningki maqolasi chiqdi New Yorkerda. Mana bu shunday maqolalarning chiqishini aytmayim. Anadan sırt yana u yerda qarindoshlarimiz lozunglar bilan namoyishlarni bildirib, namoyishlarni qilib o'zining qarshiligini ifodalayapti har qaysi davlatlarda. Mana bu shunday qarindoshlarimizga hamda hurmatlar. Xo'sh, endi bizningki o'zimizning jamoatning ichiga kelgan bo'lsak, dedimki, ma'rifni aytmayim deb, sog'lomlikni aytmayim deb. Sarxillar ma'rifi, Turkiyadagi sarxillar ma'rifiga o'quvchilar tanlanib davomliq tarbiyalanyotdi. Ondan sırt yana igilik tiklash, Uyg'ur igilik tiklash turini yo'lga qo'ydik. Uningga 5 munavvar qarindoshimizni tanladik. Bu program yana davomlashadi. Ondan sırt ayrim yakki shaxslarning o'zgarishlarga erishgan natijalari bor. Masalan, mening bir tangtushim bor edi. Biz ikkimiz ayni vaqtda TOEFL GRE imtihonini bir bergan Amerikaga o'qishga chiqamiz deb. Shu yigit akuni telefon qilibdi menga. Ya'ni ayni vaqtda 96 yilda men Harvard universitetiga iltimos qilib kiramagandim, ammo mening qizim kirdi deb g'oyat xush bo'ldim, so'yindim. Ya'ni kelar yil 9-oyda Harvard universitetiga to'liq o'qish mukofoti bilan Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan bir Uyg'ur qiz o'qishga kirdi. Ya'ni dedimki u yigitga, mana sen o'zingning Harvardga kirib o'qishdan iborat orzusini balangni yaxshi tarbiyalash orqali yetibsan, sen haqiqatan munavvar ota-ona, ayolingga sana ko'p rahmat va tashakkurlar bo'lsin dedim. Qizning materiallarini avatib ketgan ko'rdim, haqiqatan talantli Uyg'ur so'yar qiz ekan. Bunidan naydi so'yindim. Demak, tirishsaqlar, yaxshilar cho'qim yuz beradi, ammo umidni yo'qotmasligimiz kerak. Anadan keyin yana qisqa bir
mazmun sifatida so'z o'tadiganim 2021-yili 2-oy mezgillarda Dogecoin, shifrli pullardan Dogecoin bak bazal qilib ketgan, Bitcoinlar bazal qilib ketgan, Ethereum bazal qilib ketgan. Anadan keyin Shiba Inuga o'xshash coinlarmi biroz bazal qilgan. Hozir Xitoyga o'xshash davlatlarning shifrli pullarini cheklash tufaylidan va ba'zi davlatlarning shifrli pullarini biz pul o'rnida pul molini qurol qilib ishlatmaymiz deydigan shunday siyosatlar tufaylidan muayyan bir cheklamalar tufaylidan qiziqish tuvan bo'lgan bilan ammo shifrli pul va sifirli pulga yuzlanish bu dunyodagi pul muomala sistemasidagi yangi bir inqilob. Shuna qarindoshlar alt kaplarning hammasi mulla chiqmaydi, ammo bularning ichida ma'lumlari haqiqatan mablag' sap qo'yishga arziydi. Men yaqindan buyon bir necha kundan buyon shifrli pul bozorida bir sovuqchilik bor. Ama Saito deydigan bir pul biroz eshib qilyotdi. Men yaqinlarimdan bir ikkisiga bir hafta burun Saitoni azroq olib qo'yganlar degandim. Shundan keyin biroz o'sdi. Ammo yana mening tavsiyalarim shifrli pul bu torimiz yo'q uchar jismga o'xshaydi. Bak uchib ketib qolsa, uchib ketib yo'qolib ketadigan, bak yaxshilab ketib qolsa manzilga yetib boradigan muayyan tavakkulchilik bor. Shuna jiq mablag' silolmanglar, az olsun sap qo'yinglar. Bozorga yaqin turgan odam bozorning nisbasini tepib yeydi. Iqtisod qiziqqan odamning ichida hal kuni yaxshi bo'lmaydigani yo'q. Bilimga ma'rif qiziqqan odamning ichida ko'ngli sal ozod yashamaydigani az, ya'ni u odamni o'ylantirdi, ko'ngli xo'sh qiladi. Ba'zida 5 ahmoq do'stdan bir kitob a'lo. Shuning bilan birlikda sog'lomlik to'g'risida men so'zlab o'tdim. Masalan, yaşı 40 yaşdan aşqan adamlar shu 3 ay kolonoskopiya qilib beqish kerak bo'lib erlar deganda gaplarni deb o'tdim. Andan keyin har yil Amerikada shu idora jamiyatlar tekshirib qo'ydi, ammo o'zimizning PCP'lar var, the primary care physician. Shularga berib, sog'lomligimizni tekshirgan vaqtda 3 ay menga u bu taraflardagi qonlarni erib tekshirib, shu bularni shu rak kasallaridanki oldini oladigan shunday tekshirishlarni qilib beqish kerak, mayli ayol kishi olsun, er kishi olsun. Chunki bizning oramizdan yosh deymati bizning kichik va biz dematliklardan bir nechalar shu xil rak kasallariga mubtalo bo'lib tugab ketdi. Agar sal burun bayqalgan bo'lsa, ishlar yaxshi bo'ladi. Albatta biz buni hamda Allohdan keldi deymiz. Ham shuning bilan birlikda yaratishimiz degan, yaratishni yaratdim, yaralmishim o'zing va har ishningki tadbiri bor deb, ya'ni taqdiring tadbiringga qarab bo'ladi degan. Unda qarindoshlar, men bugun so'zni mishada to'xtay. Bundan keyin sizlarga texnik ko'p iqtisodga oid mazmunlarni yetkazib berishga tirishaman. Hammanglarga ozodlik va umidvorlik tilayman.